Demak, bugungi mavzumuz trapetsiya ekan. Birinchi navbatda trapetsiya mavzusidan o'z savollarni ko'rib ko'ramiz. Keyin savollarni ko'rib bo'lgandan keyin yana qo'shimcha ma'lumotlar, yangi xossalar bo'lsa, o'shalarni o'ylab chiqamiz. Savollar bormi biroq? Trapetsiya mavzusidan savollar bo'lmasa, bugun men trapetsiya mavzusida misollar ko'rsataman. To'g'rimi shunaqa qilamiz? Xo'p, masalan, shu 9 savoldan boshlaymiz. Qarang. ABC trapetsiya teng yo'lli. ABC trapetsiya teng yo'lli. ABC trapetsiya teng yo'lli. A, B, C, D trapetsiyamiz teng yo'lli. Bu trapetsiyamizda AC, diagonal, bular yon tomonlar. Bu esa 81 gradusga teng. Bu burchagimiz beta. Burchak ACD 81 gradus. Beta burchagini toping. Demak, teng yo'lli trapetsiyada diagonal AC o'tkazilgan. Burchak ACD 81 gradus. B burchagini topishimiz kerak. Xo'p, nima ma'lumotni bilamiz? Teng yo'lli trapetsiyaning asosidagi burchaklari o'zaro teng. Teng yo'lli trapetsiya asosida o'zaro teng. Shuning uchun agar ana burchak alfa bo'lsa, ana burchak ham hammasi alfa bo'ladi. Biz beta topish kerak. Xo'p. Keyin AC ni bistrisa ekanligi aytilgan. AC agar AC bistrisa bo'lsa, D burchak alfa bo'lsa, A burchak ham alfa. Bistrisa nima ish qiladi? Burchakni tengiga bo'ladi. Alfa taqsim 2, alfa taqsim 2. Endi mana bu burchagimiz ham alfa taqsim 2 bo'ladi. Nega? Chunki bu trapetsiya bo'lgandan keyin ana bu ikkita burchak ichki almashinuvchi ular o'zaro teng bo'ladi. Endi yana bitta qoidamiz bor. Trapetsiyaning yon tomonga yopishgan burchaklar yig'indisi necha gradusga teng? 180 gradusga teng. Mana ikkalasini qo'shganimiz qancha bo'ladi? 180 bo'ladi. Alfa taqsim 2 81 teng 180 gradusga teng. Xo'p, 3 alfa taqsim 2 teng bo'ladi 99 gradusga, to'g'rimi? 99 gradusga bir tomonga kirsak, ular qisqargandan keyin 33 gradus, alfa teng 66 gradus. Endi betani so'ragan. Xo'sh, agar alfa 66 bo'lsa, mana bu C burchagimiz 180 dan 66 ni ayiramiz. Chunki yig'indisi 180 deyapmiz-ku. 180 dan ayiramiz 66 ni. Natija 114 gradus bo'ladi. Endi C burchak 114 bo'lsa, B burchak ham qanchaga teng bo'ladi? U ham 114 gradusga teng bo'ladi. Chunki teng yo'l trapetsiyada asosdagi burchaklar ham teng, mana bu ikkalasi ham teng. O'sha javob beta burchagimiz 114 gradusga teng. Navbatdagi savolimiz IDC kitobdan 17-savol ekan. Savolda shuni aytyapti. Trapetsiya berilgan, lekin endi trapetsiyamiz teng yo'lli emas. Trapetsiya berilgan, mana. Trapetsiyamiz A, B, C, D. Keyin EF o'rta chiziq berilgan. AC bu, keyin BD bor. BD. Bu 3 ga teng, bu 4 ga teng. Mana bular teng, bular ham teng. Endi bu G, bu H. Xo'p, savolda nima deyapti? Savolda aytyapti, ana bu asoslari x y deyapti, x y. Agar BC y ga AD x ga teng bo'lsa, x plus y ni toping deyapti. O'zi chizig'ida aytilgan. Endi qarang nima qilamiz. Birinchi navbatda sal eslaymiz. Trapetsiyada qanday xossalar bor? Trapetsiyaning o'rta chizig'i
asoslar yig'indisining yarmiga teng edi. A teng x plus y taqsim 2. Hozir trapetsiyada o'rtacha o'tkazgan paytimizda mana bu EG kesma ABC uchburchakning o'rta chizig'i bo'ladi. Nega? Chunki Y nuqta AB tomonining o'rtasi, G nuqta ham AC diagonalining o'rtasi bo'ladi. Demak, agar bu uch bo'lsa, asos nechaga teng bo'ladi? 6 ga. Uchburchakning o'rta chizig'i 3-chi tomonga parallel va u tomonning yarmiga teng. Agar bu 3 bo'lsa, y necha bo'ladi? 6 bo'ladi. Xuddi shunday uchburchak BCD ni qaraymiz. BCD da HF bu nima bo'ladi? HF o'rta chiziq bo'ladi. Agar BC y bo'lsa, HF ham nima bo'ladi? Y taqsim 2 bo'ladi. Yoki bu 6 bo'ldi-ku, demak buni ham necha teng bo'ladi? 3 ga teng bo'ladi. Endi o'rta chizig'imiz o'ngga tengmi? O'ngga teng. Uchburchakning o'rta chizig'i qanday qilib topiladi? X qo'shilgan y taqsim 2 teng bo'ladi o'ngga. X plus y necha teng bo'ladi? 20 ga teng. 20 ga. X qo'shib ya 2 bo'lsa, YF X plus 20 ga teng. Demak, trapetsiyada kesmalar degan mavzu bor. Trapetsiyada kesmalar. Trapetsiyada qanaqa kesmalar bor? Mana qaraymiz. Bu trapetsiya olamiz, ixtiyoriy trapetsiya. Mana shu ixtiyoriy trapetsiyada, shu trapetsiya bo'lsin. Diagonallar o'tkazamiz. Diagonallar o'tkazamiz. Keyin mana shu diagonallar o'tkazgan paytimizda bizda trapetsiyada bir nechta kesmalar bor. Shu kesmalarni birma-bir muhokama qilamiz. Masalan, A, B, C, D trapetsiyada birinchi kesmamiz trapetsiyaning diagonallari kesishish nuqtasidan o'tuvchi kesma. Trapetsiyaning diagonallari kesish nuqtasidan o'tuvchi kesma. Ikkinchi kesmamiz trapetsiyani ikkita o'xshash trapetsiyaga ajratuvchi kesma. Birinchi kesmani H deymiz, ikkinchi kesmani J kesma deymiz. Uchinchi kesmamiz bu trapetsiyaning o'rta chizig'i, ya'ni yon tomonlari o'rtalarini tashlovchi kesma. Buni A deymiz. Uchinchi kesmamiz trapetsiyaning diagonallari o'rtalarini tashlovchi kesma, buni X deymiz. Va to'rtinchi kesma trapetsiyani yuzini teng ikkiga bo'luvchi kesma, buni Q deymiz. Mana shu yerda mana bu qo'yilgan harflar o'z-o'zidan qo'yilmadi. Bular ma'nosi bor harflar. Qanaqa ma'nosi bor deydi? Bizda algebrada o'rtacha qiymatlar bor. Masalan, ikkita sonning o'rtacha garmonik qiymati bor. Bizlar mana shu narsa o'tganmiz. Eslarda bo'lsa 2AB A plus B. O'rtacha garmonik qiymat. Bu eslarda bo'lsa tezlik masalasi bordi. Borishga 70 bilan, qaytishga 60 bilan qaytsa, o'rtacha tezligi qanaqa bo'ladi? O'sha paytda qo'shib ikkita bo'lsak, o'rtalik metr qo'ysak, qo'pol xato bo'ladi. Mana qo'yamiz. O'rtacha garmon qiymat qo'yiladi. Bu degani ikkita A, ikkita V1, V2 bo'lingan V plus 2. Ana shu o'rtacha qiymatga o'rtacha garmon qiymat deyiladi. Ikkinchi o'rtachamiz o'rtacha geometrik qiymat bor. Bu ikkita sonni ko'paytmasdan arifmetik idish chiqaramiz. Keyingisi o'rtacha arifmetik qiymat bor. Bu ikkita sonni qo'shib ikkiga bo'lamiz degani. Keyingisi o'rtacha kvadratik qiymat bor. O'rtacha kvadratik qiymat degani A kvadrat plus B kvadrat taqsim 2. Ikkita sonni kvadratlari yig'indisini 2 ga bo'lib idish chiqaramiz. Ana endi mana shu kesmalarning uzunligi mana shu o'rtachalar bilan to'planadi. Ya'ni birinchi H kesmamiz trapetsiyaning diagonallar kesishish nuqtasidan o'tuvchi kesma bor-ku, topishni nima qilamiz? Asoslarini o'rtacha garmonik qiymat olamiz. 2AB taqsim A plus B. H kesma diagonallar kesishish nuqtasidan o'tuvchi kesma. J kesma trapetsiyaning ikkita o'zaro o'xshash trapetsiyaga ajratyapti. Nima degani bu? J kesma bilan kessanglar, yuqori trapetsiya past kesma bir-biriga
proporsional o'xshash bo'ladi. Hamma tomonlar nisbati bir xil bo'ladi. Agarda J kesmani o'tkazadi. A kesma bu trapeziyaning o'rta chizig'i, yon tomonlari o'rtalarni toshtiruvchi kesma. Q kesma esa bu trapeziya yuzini teng ikki bo'luvchi kesma. Ya'ni Q kesma bilan yuzi teng ikki bo'lakka bo'linadi. Q kesma qanday topiladi? A kvadrat plus B bilan bo'lingan ikkidan topiladi. Mana shu kesmalarni o'zini topish uchun quyidagi o'tishlarni qo'llash orqali topar ekan. Mana birinchi kreativ savolni ko'ramiz. Kreativ savol. Kreativ savol. Kreativ savolda trapeziyaning asoslari ma'lum. Ön va o'ttiz. Trapeziyaning diagonallari kesishgan nuqtasidan o'tuvchi chiziq bor. EF. Trapeziyaning diagonallari kesishgan o'tuvchi chiziq EF. EF trapeziyaning asoslariga parallel va diagonallari kesishgan o'tuvchi chiziq EF chiziq. Xo'p, nimani so'ragan? EF ni toping degan. Endi biz sizlar bilamizki, EF chiziq bu asoslarning o'rta garmonik qiymati bo'ladi. Hozir H formula bilan asoslar ön bilan o'tish ma'lum bo'lsa, EF chiziq topish uchun ikkita ön ko'paytiramiz, o'ttiz bo'lamiz 40. 0 ketadi. Bu 5 bo'ladi, necha bo'ladi? 15 bo'ladi. Demak, EF kesma necha ekan? 15 ga. Yana bitta ma'lumot aytaman. Doim OY kesma bilan OF kesmalar teng bo'ladi. Ya'ni ana bitta kesma bo'linadi-ku. Bular o'zaro teng bo'ladi. Ikkalasi teng. Demak, trapeziyaning diagonallari kesmaning uzunligi 15 ga teng va OY nechaga teng? Nechaga teng? Nechaga teng? 5 ga 7,5 emas, 15 ga 7,5. Ular o'zaro teng-ku. Hammasi 15. Demak, qancha teng bo'ladi? 7,5. O 7,5. A, B, C, D. Mana chiziq o'tkazamiz ana shuni. Y, G, F, X, 6, 20, X'ni toping degan savol bor. Mana ABCD trapeziya. Bu 6, bu 20, bu 30. X toping degan. Endi bizda yozgan kesmalar ichida bunaqasi yo'q edi. Mana bu YF kesmani topadigan yo'q. Chunki bu ixtiyoriy bir kesmada. Biz bu yerda Fallis teoremasida o'xshashdan foydalanamiz. Ona böyle A, B, C, D uchuvchilar bilan J, C, F ular o'xshash. Chunki parallel bu asosida. Chunki ana bu alfa bo'lsa, bu ham alfa. Bu beta bo'lsa, bu ham beta. Endi qarang. J, C, F uchburchakda beta qarshisida CJ bor. Ana CJ ning AC'ga nisbati 20 ning 30 ga nisbati kabidir. To'g'rimi? O'xshashlikka ko'ra. CJ ning AC'ga nisbati 20 ning 30 ga nisbati kabidir. Qisqaradi. 2 taqsim 3 qoladi. Demak, CJ bilan AC 2-3 nisbati degani mana buni 2A desa, buni A desa bo'ladi. To'g'rimi? 3A emas. To'g'ri. O'xshashlik bormi? Bor. Endi A, B, C uchburchakka qaraymiz. A, B, C. A, B, C uchburchakda ham xuddi shu o'xshashlikni qo'llaymiz. Nega? Mana bu burchak bilan mana bu burchak teng. Mana bu burchakda mana bu burchak bilan mana bu burchak ham teng. Mana Y burchak qarshisida A turibdi. B burchak qarshisida 3A turibdi.
Kichkintoy burchagimizda YJ 6 ga teng, kattasida esa x ga teng. 1 taqsim 3. Shunday qilib x nechga teng bo'ldi? 18 ga. Asosi 18 ga topdik. Qol. Yana bitta narsaga o'rgataman. 6 ni x ga bo'lganimiz 6 taqsim x. 6 taqsim x. Qo'shilgan 20 taqsim 30 teng 1 deyishgan. 6 taqsim x teng bo'ladi 1 taqsim 3 ga. X teng nechga bo'ladi? 18. Keyin shuni yana qaytaman. 6 ni x ga nisbati qo'shilgan 20 ni kattasiga nisbati yig'indisi 1 chiqishi kerak. Bu to'g'ri chiqadi. Keyin bitta bo'sh misolda shuni qo'llab ko'ramiz. Qancha to'g'ri chiqadi. IDF kitobdan savol nomer 49 ni ko'ramiz. 49 savol. Kalkulyatsiya olasizlar. Trapetsiya berilgan, mana trapetsiya. A, B, C, D. YF chizig'imiz bor. YF. Keyin AC bor. AC. Bu 4, bu X. Bu 12, bu 24. Savol aytyaptiki, X'ni toping deyapti. Hozirgi xossамizga ko'ra 4 ning 12 ga nisbati X ning 24 ga nisbati qo'shgan payt nechta chiqishi kerak? 1 chiqishi kerak. X taqsim 24, bu 1 taqsim 3 mi? 2 taqsim 3 bo'ladi. 3x teng bo'ladi 48 ga, x nechga teng bo'ladi? 16 ga. Demak, x nechga teng ekan? 16. Savol nomer 19 savolga o'tamiz. Diqqat qiling. IDF dan 19 savolda shunday deyapti. Trapetsiya berilgan. Trapetsiyamizda A, B, C, D trapetsiyamizda AC diagonal va BD diagonallar o'tkazilgan. Keyin yana o'rta chiziq bor, o'rta chiziq EF o'rta chiziq. Bular teng, bu kesmani ham teng. Endi ana shu o'rta chiziq o'tkazilgan paytda ajratgan JH kesmaning uzunligini toping degan. JH kesmaning uzunligi. O'rta chiziq ajratgan JH kesmaning uzunligi. Hozir bizlarni yozgan formularimizda JH kesmani biz x bilan belgiladik. Mana shu x kesma diagonallar o'rtlarni tashlovchi kesma deyiladi. Hozir agar YF o'rta chiziq bo'lsa, J nuqta AC diagonalining o'rtasi. H nuqta ham qanaqa nuqta? BD diagonalining o'rtasi. O'sha JH kesma qanaqa kesma? Diagonallarni o'rtlarni tashlovchi kesma bo'ladi. Ana endi mana shu diagonallar o'rtasini tashlovchi kesma JH kesmani topish uchun katta asosdan kichik asosni ayirib 2 ga bo'lishimiz kerak, topiladi. Demak, diagonallar o'rtlarni tashlovchi kesmani topish formulasi katta asosdan kichik asos ayirib 2 ga bo'lamiz. Shunda diagonallarning o'rtalarini tutashuvchi kesmaning uzunligini topamiz. JH kesmaning uzunligini topamiz. Trapetsiya berilgan. Diqqat qilamiz. Savol nomer 24. Trapetsiyaning birinchi mavzusi. Trapetsiyaning bitta yon tomoni x, ikkinchi yon tomoni 12/3. Bu 60 gradus, bu esa 30 gradus. A, B, C, D. A, B, C trapetsiya. Mana shu A, B, C trapetsiyada x topishimiz kerak. Hozir nima ish qilamiz? Ushbu trapetsiyaning B va C uchlaridan balandliklarini tushiramiz.
bilasizki trapeziyaning balandliklari teng. Chunki B va C uchidan tushgan ikkita balandliklar bir xil. To'g'rimi? Teng, ikkalasi ham teng. Endi bitta balandliklar B1 bo'lsin, C1 bo'lsin. C1 deb uchburchakka qaraymiz. Uchburchagimiz to'g'ri burchakmi? Bitta burchak 300 gradus. 300 gradus qarshisidagi katet qanday qilib topiladi? 300 gradus qarshıdagi katet gipotenuzaning yarmiga teng. Agar gipotenuza 12 ildiz ostida 3 bo'lsa, katet nimaga teng? 6 ildiz ostida 3 ga teng. Demak, bu B1 ham qanchaga teng? 6 ildiz ostida 3 ga teng. Endi savol. Savol sizga. To'g'ri, burchak burchakda burchak qarshisidagi katetning gipotenuz nisbati burchak nimasini beradi? Qarshidagi katet bo'lgan gipotenuza. Burchak nimasi edi bu? Yordam bering. Sinus. Sinus edi. O'tkir burchak qarshidagi katetning gipotenuzga nisbati burchak sinus edi. Mana shu 60 uchun yozamiz sinus 60. Sinus 60. Sinus 60. Qarshidagi katet 6 ildiz ostida 3 ni bo'lamiz nechaga? X. Sinus 60 qiymatini bilamizmi? Nechaga teng? Ildiz ostida 3 taqsim 2 ga teng, 6 ildiz ostida 3 taqsim x ga teng. Bular qisqaradi. X nechaga teng? 12 ga teng. Shunday qilib x teng 12 topildi. Bu trapeziyamizning yon tomoni nechaga teng bo'ldi? 12 ga teng. Navbatdagi savolda ham trapeziya beryapti. Trapeziya bergan. Ushbu trapeziyaning asosidagi burchalar berilgan. Bu 60, bu 45, bu 45. Ana B uchidan tushirilgan bor balandlik A, B, C, D va bu D, C uchidan tushirilgan balandlik bor aralashtirib. Hozir buni bizda hozir bittasini 6 ildiz ostida 3 deyapti. Bittasi x deyapti. 23 savolisi deyapti. Topish kerak x'ni. Birinchi qilgan ishimiz mana bu burchagimiz to'g'ri burchak, bu balandlik o'zim tushirdim o'zimdan. To'g'ri burchakda agar burchaklar 45 gradusdan bo'lsa, to'g'ri burchaklar teng yonli bo'ladi. Katetlari bilan gipotenuzlari ildiz ostida 2 marta farq qiladi. Aniqrog'i, gipotenuza katetdan ildiz ostida 2 marta uzun. Hozir men katet topish uchun gipotenuzani olaman, ildiz ostida 2 ga bo'laman. Demak, ikinchi balandlik ham 6 ildiz ostida 3 bo'lingan ildiz ostida 2 bo'ladi. Mana. Endi mana bu yerda qaraydigan bo'lsak, yana bizda uchburchak to'g'ri burchaklar hosil bo'lyapti. 60 gradus qarshisidagi katet ma'lum, gipotenuz noma'lum, burchak 60 gradus. Agar 60 gradus uchun sinus yozadigan bo'lsam, sinus 60 gradus manda qarshidagi katetni nimaga bo'lamiz? Bo'lamiz gipotenuza x ga. Sinus 60 ning qiymati bizga ma'lum. Ildiz ostida 3 taqsim 2 bo'ladi. Bular qisqaradi. 6 ildiz ostida 2x teng bo'ladi 1 taqsim 2 ga. 12 teng x ildiz ostida 2 ga. Ildiz ostida 2 ga qisqaradi. X teng 6 ildiz ostida 2. Shunday qilib ikkinchi yon tomoni 6 ildiz ostida 2 lik topiladi. Savolimiz 39. 39-savol. 39-savolda shunday deyapti. Yana trapeziya berilgan. Bu trapeziyaning bitta xossasi bor ekan. Trapeziyaning xossasi shunday bo'lar ekanki, trapeziyaning diagonallari o'zaro perpendikulyar ekan. Kichik asosi 6, katta asosi 12 va bundan tashqari teng yo'lli ham. Diqqatlaning. Umuman ixtiyoriy 4 burchak, qavariq 4 burchakning diagonallari perpendikulyarligi bizga ma'lum bo'lsa, unda bu trapeziyada quyidagi xossa bo'ladi. A, B, C, D trapeziya quyidagi xossa bo'ladi. Qanaqa xossa bo'ladi? A kvadrat qo'shilgan C kvadrat, B kvadrat qo'shilgan D kvadrat degan xossa bo'ladi. Ya'ni qarama-qarshi tomonlar yig'indisi teng bo'ladi. Agar ixtiyoriy qavariq 4 burchakning diagonallari o'zaro perpendikulyar bo'lsa.
Endi bizlarga sorumuzda trapeziya. Trapeziya bo'lsa ham bu amal qiladi. Ya'ni x kvadrat plus x kvadrat teng bo'ladi 36 kvadrati 12 niki 144. Ikkita x kvadrat teng bo'ladi 180 ga, x kvadrat teng bo'ladi 90 ga, x teng bo'ladi 310 ga. Shunday qilib x yon tomon nechaga teng bo'ldi? 310 ga teng bo'ldi. Misolni ko'ramiz. Savolimizda shuni aytyapti. A, B, C, D. A, B, C, D trapeziya berilgan. YF, bizada YF chiziq. Bu ikkita K'ga teng, bu K'ga teng. BC 21 ga teng. BC 21 ga teng. AD 36 ga teng. 36 ga. Bu kesma x ga teng. Savol YF paralel AD. YB shu ma'lumotni berib x topishimiz kerak. Hozir bu misol uchun bizlar bitta qoida chiqamiz. Umuman olganda, ya'ni qoidani qanday qilamiz? Faraz qilamiz, trapeziyaning asoslari ma'lum. Trapeziyaning asoslari ma'lum va yon tomonlari qandaydir? Asoslari A va B. Biror bir chiziq yon tomonlarini qandaydir x va y kesmalarga ajratgan deb qaraymiz. Shu paytda bizlar shu kesmaning uzunligini topishimiz kerak. Shu kesmaning uzunligini. Mana hozir sizlarga bitta kichkinagina bir usul ko'rsataman, metod ko'rsataman. Bu qarab turgan ishlarni. Mana shu trapeziyani olaman. Olgandan keyin ikkita balandni tushiraman. Ikkita balandni tushirsam, mana shu o'rtasi ham A bo'ladimi? A bo'ladi. Mana bu ham A, bu ham A bo'ladi. Keyin mana shu kesmani uzunligi A bo'lgani uchun shu qismini 40 olib qo'yaman. Qaychi bilan 40 qanish? Olib qo'yaman. O'zimga qo'yaman. Qolgan ikkita bo'lakni birlashtiraman. Qolgan ikkita bo'lakni birlashtirsam, mana shunaqa holat ro'y beradimi yo'qmi? Qarang. Bu x bo'ladi, bu y bo'ladi. Bu b minus a bo'ladi. Mana buni topish kerak bo'ladi. Ana bu yerda ulandi, mana bu boradi. Ana bu kesma yashil ulangan joyi. Endi ana shu kesmani topishga o'xshashlik qo'yamiz. X ni bo'lamiz x plus y ga. Shu kesmani noma'lum biron bir p desak, p ni bo'lamiz b minus a. P teng x taqsim x plus y b minus a. Endi bizga kerak bo'lgan kesmani topishni nima qilishimiz kerak? Yana bitta a ni qo'shib qo'yishimiz kerak, to'g'rimi? Ana bu o'rtasi a ham bo'ldi-ku. Shunda ana bu kesma to'lig'icha nima topiladi? X bo'lingan x plus y a minus b uzun b minus a b minus a qo'shilgan a yo'dan a. U mahraj beramiz. U mahraj bx minus ax plus ax plus ay bo'lingan x plus y. Qisqarib ketgandan keyin formula kelib chiqadi. Qanaqa formula? B kara x qo'shilgan a kara y bo'lingan a kara y bo'lingan x plus y degan formula bizada mana shu kesmaning uzunligini topib beradi. Endi mana shuni qo'llaymiz. X kesma topmoqchi bo'lsak 21 ni 1 ga ko'paytiramiz. K ni 1 deganda 21 ko'paytiramiz 1. 36 ni ko'paytiramiz 2 ga. Nechi? 72. Nechiga bo'lamiz? 3 ga. Buni yig'izga bo'lamiz 3 ga bo'lamiz. Natijada hozir bu 93 bo'ladi. 93 ni
bölamiz 3'ga nechi bo'ladi? 31. Shunday qilib GF kesmamiz necha teng bo'ldi? 31 ga teng. 67-savolda shunday deyapti. Trapetsiya berilgan. A, B, C, D trapetsiya. AC diagonal va BD diagonal perpendikular. Bu X. Bu X. Bu Y. Endi savol aytyaptiki, X topingyapti. O'zi asli bu teng yo'l trapetsiyami? Yo'q, teng yo'l ekan. Teng yo'l trapetsiya biz X topish oson. Hop. Hop, men sizga bir narsa ko'rsataman. Ammo diqqat bilan qarasin, yana manevr qilamiz. Bedeni ko'ryapsizlarmi? Bedeni. C uchidan BD ga parallel qilib o'zimdan yordamchini o'tkazaman. Keyin bu F bo'lsa, mana bu BC bilan DF parallel. BD bilan CF ham parallel. Nima hosil bo'ldi? Qanday shakl hosil bo'ldi? Bu nima? Parallelogram. 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 Rahmat sizga. Qayerda tushunib o'qiydilar. Xo'p. Demak, bu nima? Parallelogram. Endi bu A, bu B. Shu A bo'lsa, bu ham nima bo'ladi? Bu ham A bo'ladi. Parallelogramni qarama-qarshi tomonlar o'zaro teng-ku. To'g'rimi? Endi ana burchak 90 gradus bo'lgandan keyin ana burchak nima bo'ladi? 90. Uchburchak ACF turi qanaqa? ACF. To'g'ri burchakmi? Shunday olamiz C uchidan B'ni o'tkazamiz. B'ni o'tkazamiz. Bu X bo'lsa, u ham X bo'ladimi? S ham X bo'ladi. Bu ham X bo'ladi. Endi savol. AF qancha edi? Bu teng yo'lli-ku. Teng yo'lli bo'lsa, ana buni o'zi o'sha chiziqqa teng edimi? Etarda bo'lmi? Teng yo'lli trapetsiyada. Etarda yo'q. Qarab ko'ring. Teng yo'lli trapetsiyada agar balandlik tushirsak, mana bu kesmani o'zi A plus B taqsim 2 edi. Bu kesmani o'zi esa A minus B taqsim 2 edi. Shu narsaga o'zlab yozilmagan trapetsiyada. Yozilganmi? Yozilgan. Bu alfa bo'ladi. Shu uchun bu A plus B taqsim 2, bu ham A plus B taqsim 2 bo'ladi. Demak, bu balandlikning kvadrati nimaga teng edi? Proyektlar ko'paytmasga teng edi. Shuning uchun bu A plus B taqsim 2 ning kvadratiga teng bo'ladi. X teng bo'ladi nimaga? A plus B taqsim 2 ga. Demak, balandlik nimaga teng bo'ladi? O'rta chiziqqa teng bo'ladi. Chalkashib ketdinglar. Bilaman. Mana yaxshi nafarlar uchun. Boshqa oddiroq yo'ldan ko'rsataman. Shunaqa manevrlar qilamiz. Atring. A plus B taqsim chiqdi. Shuni tushunamiz. Bu perpendikular. Perpendikular. Teng yo'lmi bu? Teng yo'l. Endi quloq soling. Teng yo'l trapetsiya ana bilan bu ham teng bo'ladi. Bu bilan bu teng bo'ladi. Teng yo'lda shu bilan diagonal o'zi teng. Uch burchagimiz to'g'ri burchakli. Agar A bo'lsa, tushirsak balandlik qancha teng bo'ladi? Balandlik A taqsim 2 ga teng bo'ladi. Agar bu B bo'lsa, tushirsak balandlik bu qancha teng bo'ladi? B taqsim 2 ga teng bo'ladi. Ana shu tushunarlimi yo'q misol? Yo'q. To'g'ri burchakli teng yo'lli gipotenuzaga tushirilgan balandlik gipotenuzaning yarmiga teng.
Bu B bilse bu B taksim 2. Bu A bilse A taksim 2. Bütün balanı kaça teng bo'ladi? A plus B taksim 2. Buna yaxshi bo'ladi. X teng A plus B taksim 2'ligi. Buni yaqqol bo'ladi. Balanı shunga teng. Yozib qo'ying.